Assalomu alaykum. What's up fellas? Va mana hozir keyingi videomizga ham yetib keldik. Keyingi voqealik bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan voqealik. Bu 1970-yildagi Lushan Conference deydi. Katta ahamiyatga ega bo'lgan voqealik bu 1970-yildagi Lushan Conference deydi. Bu kam aytilgan, lekin men uchun kerakli va burilish nuqtasi hisoblangan voqea hodisa. Va aynan shu davrda CCPning o'z o'rniga ega bo'lib va CCPning o'zini o'rniga ega bo'lgandan keyin konstitutsiyaviy tizimlanishlarni, tartiblarni ishlab chiqilayotgan davrga kelganda, Mao bu davrga kelib eng yuqori cho'qqisi, ya'ni eng oxirgi shaxs va undan keyingi ikkita katta shaxs va uning o'rinli merosxo'ri, hokimiyat merosxo'ri kim bo'lishligi, aynan o'sha nuqtada, o'sha vaziyatda hal bo'lishligi kerak bo'lgan ayni davrda ikki inson, uning qo'lida ishlaydigan Lin Biao va Zhou Enlai, mana shu ikkita elit darajasiga yetgan o'sha davrda va yuqori mansabdor ikkita shaxs bir-biri bilan kurashni juda ochiq va katta olib borishadi. Va shu nuqtaga kelganda Zhou Enlaining aynan ana shu davrda biroz qo'li past kelganligi va Lin Biaoning qo'li baland kelishligi, mana shu voqea hodisalardan keyin uning juda katta obro' e'tiboriga va xalqning ko'ziga tushib boshlaganidan keyin aynan xuddi shu holat Maoga yoqmay qoladi. Mao Zedongning o'ziga yoqmay qoladi, chunki uning siyosati bo'yicha u yagona shaxs va u yagona qudratli, birinchi u raqamli bo'lishligi kerak edi. Va uning atrofida, ko'z oldida bo'lib o'tayotgan voqea hodisalarda esa Lin Biao juda katta e'tiborlarga qozonayotgan davrda va o'zini kurashchisi, raqobatchisi bo'lgan Zhou Enlaini umuman raqobatdan chiqarib tashlaganining, yo'lidan olib tashlaganining katta mahorat deb hisoblaydi va aynan mana shu Lin Biaoni o'zining eng katta xavf deb hisoblab boshlaydi va unga ham ishonmay qo'yadi. Bu ham juda kalit voqea hodisa va bu voqea hodisalarning ichida hali juda ko'p boshqa voqealar ham bo'lib o'tgan. Ularni keyingi videolarimizda yana birma-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz va hozircha bu yetarli deb hisoblayman. Chunki bu voqea hodisalarning ichida juda ko'p narsalar bo'lib o'tgan. Madaniy revolyutsiyasi bo'lib o'tgan, Cultural Revolution, uning ichida anti-rights movement bo'lgan, ya'ni bular haqida birma-bir ko'rib chiqib gaplashib chiqamiz. Rahmat.